Mana men anor suvini ichib mana ertalabdan o'tiribman-da. Bitta narsani fikrlab qoldim. Hozir dunyo voqealari bo'layotganda, ya'ni hozir mana Venesuela bilan Amerika o'rtasida biz endi siyosatchi emasmiz, bitta narsaga ahamiyat berdim. Ya'ni dunyoda любой mamlakatda 3 ta narsa o'ldirar ekanda. Birinchisi ilmsizlik, ikkinchisi korrupsiya, uchinchisi narkotika. Chunki ilm bo'lmagan joyda rivojlanish bo'lmaydi. Korrupsiya bor joyda hech qachon taraqqiyot bo'lmaydi. Uchinchisi, ya'ni narkotik. Bu millatni ildizi bilan quritadigan narsa. Erkak kishida ham xuddi shunaqa. Orzu-havosli bo'lish kerak. Orzu-havosi bo'lmagan erkak kishida hech qachon kelajak bo'lmaydi. Birinchi o'rinda Allohning roziligini topishmi, ota-onaning duosini olishmi, yaxshi joy qurish, yaxshi mashina minish, misol uchun Abdurahmon ibn Avfga o'xshagan zo'r boy, ehsonli, berguvchi qo'llardan bo'lish kerakmi? Bu qachonki bu orzu-havosi bor odamda bo'ladi. Orzu-havosi yo'q odam, menga nima deydi? Shuning uchun mamlakat bilan jamiyat o'rtasida, ya'ni erkak kishining o'rtasida shu narsa bog'liqligi bor ekan. Hammaga assalomu alaykum.